yurmasligini asosiy sababini aytaman. Birinchidan mana tovonimiz juda bo'sh. Bu Down sindromi. Eng asosiy muammolarimizdan biri mana. Down sindromlarimizda hozir mana ikkalamiz nechta so'z aytamiz? Ikkita so'z aytamiz. Down sindromlarimizda ikkita etap bor, asosiy etaplar. Birinchi etap yurmaydi, yurg'izishga harakat qilamiz. Ikkinchi etap, eng asosiy etap aqliga ishlov beramiz. Hozir bu bolani juda bo'sh, bu bolangizni kompleksiy yondashuv, ya'ni neyrostimulyator, elektroforez, trazodin, massaj, LFK, gidrovannalar bilan har bitta bo'g'imlarni qotirib olamiz. Bo'g'imlarni qotirganimizdan keyin bolangiz bemalol yura oladi. Chunki hozir bolangiz o'zini tayanyapti, tayanganda oyoq ichkariga qayrilib ketadi. Bu o'zini vesini hali ko'tarishga tayyor emas. Buni o'zini vesini ko'tarishga oyoqlar tayyor bo'lishni boshlab, bolangiz bemalol yurishni boshlaydi. Keyin aqliy mashg'ulotlar o'tiladi. Ya'ni miyasiga gapiruvchi, fikrlash, aql idrok, diqqat markazlariga stimulyatsiya beriladi, ya'ni uyg'otiladi. O'sha markazlar Down sindromi o'zi ozgina orqada qolish kerak. Bu hozir muammo emas. Chiqarsa bo'ladi. Sog'lom maktabga, sog'lom bog'chaga bemalol chiqarsangiz bo'ladi. Faqat kompleksiy yondashuv. Stimulyatsiya beriladi, gapirish markazi qo'zg'atiladi, sразу logopedga olib kiriladi. Yurish markazi qo'zg'atiladi, sразу LFK massaj olib kiriladi. Yurg'izish uchun birinchi o'rinda qotirib olsak bo'ladi. Muammosi hal.